Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan yaqinda premyerasi boshlangan Jodugarlar jangi animesining 3-mavsumi haqida gaplashamiz va 1-2 qismlarini tahlil qilamiz. Qolgan qismlar esa hafta davomida bittadan chiqib boradi. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qani unda boshladik. Ikkinchi sezon 3-sezondan keyin 3 yildan keyin chiqdi va 24 ta qismdan iborat va har hafta bittadan qism chiqariladi. Shunda 24 ta qism yozda 11-iyunda tugaydi. Shunisi yomon asabi buzdi. Animeni juda cho'zib amayli. 3-sezonning hozircha 2 ta qismi chiqdi va undagi asosiy voqealar bu Zenin klaniga yangi sardor tayinlanishi, Naoya Zenin va Choso jangi, Yuta bilan Yuchi jangi va o'sha mangadagi Maki Zeninning chiqishi bo'ldi. Choso bilan Yuji aka-uka bo'lib qolganiga ko'plar tushunmabdi. Bilasizlar, Yujining onasi Kenjaku bo'lgan, ya'ni tug'ilgan onasining miyasida Kenjaku bo'ladi. U Sukunaga mos qobiq yaratgan va unda adashmasam Sukunaning qoni ham bor edi. Shu uchun Yuji jodugarlar maktabiga qo'shilishdan oldin ham jismoniy ravishda juda kuchli bo'lgan. Choso va yana ko'plar bilanlar personajlarni Kenjaku yaratgan va birinchi qismda aytildi. Toji bilan kelishuvga ko'ra, agar Satoru Gojo o'lsa, Zenin klanining yangi boshlig'i Megumi Fushiguro bo'lar ekan. Agar bunaqa bo'lmasa, Naoya bo'ladi. Bu gapdan Naoyaning jahli chiqib, la'natlar bosgan va o'lim vodiysiga aylangan jang bo'layotgan joyga boradi va Megumini qidiradi. Shunda Yuji va Choso bilan ko'rishib qoladi va shunda Yuji bilib oladiki, uni o'ldirishga buyruq berishganini va Gojoning eng kuchli o'quvchilaridan biri, birinchi darajali jodugar Yuto Kotsu ham keladi. Sababini o'zingizlar bilasizlar. Albatta, tepadagilar aytganidek, Yujini o'ldirishga. Shunda ikki taraflama jang boshlanadi. Choso Naoyaga qarshi, Yuji Yutaga qarshi. Menga Yuta bilan Yujining jangidan ko'ra Choso bilan Naoya jangi qiziqroq bo'ldi. Chunki ikkalasi ham kuchli. Yuta bilan Yujida esa Yuta ancha kuchliligi ko'rinib turdi va Yuji jang davomida faqat zarbalardan qochdi va Yutaning la'nat energiyasini ko'rib hayron qoldi. Yangi qo'shilgan jodugar Naoya aslida juda kuchli. Chosoga qisman yutqazgan bo'lsa ham, u Yutadek juda kuchli. To'g'ri hozircha aytishim mumkin, Yuta Naoyani ham, Yujini ham yengadi deb, lekin hali Jujutsu Kaisen voqealari ancha davom etadi va Yuji monster kuchga ega bo'ladi. Bu kuch bilan u Sukunadan ham kuchliroq bo'lib ketadi. Hozircha bizga faqat Zenin klanidan Naoyaning tezligini ko'rsatishdi. Tezligi Choso, Yuji, Yutadan ham tez, lekin Yutaning la'nat energiyasidek la'nat energiya Gojon tashqari meni fikrimcha hech kimda yo'q. Yuta va Yuji jangida Yuta Yujini o'ldiradi va Naoyaga buni tepadagilarga aytishni so'raydi. Keyin teskarlana texnikasi bilan Yujini tiriltiradi va nimaga bunaqa qilganini aytib beradi. Gojo, agar menga nimadir bo'lsa, hamma o'quvchilarim senga qoladi degan. Va yana Gojo Yujiga qarab yur deb Yutaga aytgan edi. Yuta tepadagilar Yujini o'ldi deb o'ylashlari uchun uni o'ldiradi va yana tiriltiradi. Shundan keyin Megumi, Yuta, Yuji, Choso Jujutsu Kaisen texnikumga boshladi. U yerda esa yonib kuyib ketgan Maki va Yuki bo'ladi. Ular tengisamani qidirishadi va shu bilan 3-fasl 2-qismi ham tugaydi va yo'q qilish o'yini boshlanadi, ya'ni Cooling Game. Bu Kenjaku tomonidan boshlangan o'limga asoslangan sehrgarlar turniri. Asosiy maqsad insoniyatni yangi bosqichga majburiy evolyutsiya qilish. Bu voqealar Shibuya insidentdan keyin boshlanadi. O'yindan asosiy maqsad esa millionlab odamlarni la'nat energiya bilan majburiy uyg'otish, qadimgi sehrgarlarni qayta tirilish, Tengen plus butun Yaponiya aholisini birlashtirishdir. Natijada inson va la'nat orasidagi chegarani yo'q qilish. Bu esa yangi mavjudot paydo bo'lishiga olib keladi. Aniq shakli esa qanaqaliga hozircha noma'lum, lekin mangada ko'rsatilgan. Animeda esa keyingi qismlarda ko'ra olamiz. Va o'yinda qoidalar ham bor. Cooling Game bu koloniyalar, hududlar bo'yicha bo'linadi. Asosiy qoidalar: o'yinchilarga 100 kun beriladi. Har bir o'yinchi jang qiladi, odam o'ldiradi, ball yig'adi. O'ldirganda sehrgar o'ldirsa 5 ball, oddiy odam o'ldirsa esa 1 ball. Agar o'yinchi 19 kun ichida ball ishlatmasa, o'ladi. Ballar orqali yangi qoidalar qo'shilishi ham mumkin. O'yinchilar 3 turga bo'linadi. Birinchisi zamonaviy sehrgarlar. Ularga Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Yuto Kotsu, Maki Zenin kabilar kirishadi. Ikkinchisi qadimgi sehrgarlar, reinkarnatsiya. Ularga Ryome Sukuna, Kashimo Hajime, Uro Takaka, Ryo Ishigorilar kiradi. Uchinchi tur esa oddiy odamlar, faqat uyg'otilgan, oldin sehrsiz bo'lgan, endi la'nat texnikasi berilgan va o'yin koloniyalarga ham bo'lingan. Eng muhim koloniyalar
Tokyo koloniyasi birinchisi, Yuji Megumi Higurama Hiromi sud domeni. Ular shu yerda jang qilishadi. Tokyo koloniyasining ikkinchisi ham bor. Yutokotsu Ryushigori va Urotakako o'sha yerda jang qilishadi. Hozir aytganlarimni bitta ikkitasi yangi personajda, ular hali animega qo'shilmagan, lekin mangada ko'rsatilgan va Sendai koloniyasi. Eng qonli janglar shu koloniyada bo'lib o'tadi. Yuta esa bu yerda eng kuchli ekanini isbotlaydi va ko'rsatadi va Sukuna shu o'yinda Megumi tanasini egallaydi va kuchli qarama-qarshiliklar ko'p bo'ladi. Shunday ekan, qolgan qismlarni kutamiz va 3-sezon qiziqarli bo'lishi aniq. Va asosiy ma'lumotlardan Jodugarlar jangi animening 3-fasli 1-bo'limida 12 ta qism bo'ladi. Bu degani 12 ta qismda biz Gojoni qaytishni ko'ramiz. Sukuna va Gojo jangi 3-faslning 2-bo'limida bo'lib o'tadi. Animeni 2 qismga bo'lishgan ekan. Demak, u shu yilning oxirida yoki keyingi yilning boshida qaytadi. Ha, shuncha kutdik, yana biroz kutsak hech narsa qilmaydi. Agar 2-bo'limni 24 qismga qilsa va epizodlarning vaqti ko'proq bo'lsa, masalan 32 daqiqa bo'lsa, shunda biz final jangini ko'ramiz hamda Jodugarlar jangini birato'la yakunlardik. Orzu gap yo'q, balki studio ko'proq pul ishlash maqsadida final qismini to'liq metrajli film holatda chiqarar. Agar to'liq metrajli film qilsa, zo'r bo'lardi va kassasi ham bomba bo'lishi aniq. Bugungi videoda sizlar bilan Jodugarlar jangi animesining 3-fasl 2 qismi va 3-fasl haqida gaplashdik va video haqida va anime haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni beraversanglar bo'ladi. Oxirgacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaramiz uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan anime tahlillarda ko'rishguncha. Darkwave. Break it down. Darkwave. Break it down. Darkwave.